bir ajoyib adabiy janrda aytishuv bor. Amir Umarxon degan Qo'qonni amiri bo'lgan xoni. Nodira Begimni anaqasi bo'lgan. Turmush o'rtog'i. Xo'p. Nodira Begim endi g'azalda, boshqa narsada mashhur bo'lgan. Shu Amir Umarxon ham g'azalga ishqiboz ekan. Lekin ko'p yoza olmas ekan. Bir kuni nima bo'ptiki, tahajjudda turib olib, ovoz chiqarib bir jumlani yozibdi endi. Bir jumla. Ikkinchi qator kelmayotgan emish. Jumla shunaqa tuzgan. Jahon mulki mening mulkim, bilmam bu g'am nimamdandir. Butun mulk podshohlik meniki. Nimaga g'am bor menda? Qayerdan ekan bu degan ma'noda. Shuni qaytaraveramish. Ikkinchi misra kelmasamish. Nodira Begim eshitib turgan ekan. Ikkinchi misrani aytgan ekan. Jahon mulki mening mulkim, bilmam bu g'am nimamdandir deganda azalda g'am suvi birlan sug'orilgan badandandir degan ekan. Hikoyaning tarixi Isroilotda shunaqa hodisalar keladi. Odam alayhissalom yaratilishlaridan oldin 40 yil yomg'ir yoqqan yerga. Shu 40 yil g'am yomg'iri yoqqan. Bo'lsa 1-2 yil shodlik yomg'iri yoqqan. O'sha azalda Odam alayhissalom g'am suvi bilan sug'orilgan loydan badan tashkil topgan.